Bugungi darsimiz grammatika bo'ladi. Grammatikada bugun sizlar bilan verb forms, ya'ni fe'l shakllarini ko'rib chiqamiz. Bular 3 turga bo'linadi. Birinchisi infinitive to plus verb first. Ya'ni to dan keyin fe'lni o'zini olasizlar xolos va moq deb tarjima qilinadi. Xo'p, birinchi ishlatilishi maqsadni ifodalashda. Misol uchun, olish maqsadida yoki suzgani, kitob sotib olgani, cho'milgani deb ishlasak bo'ladi. I went to the shop to buy some bread. Men do'konga biroz non xarid qilgan yoki non xarid qilish maqsadida bordim. Ya'ni bu yerda ko'rib turishingiz mumkin. Went fe'l bo'lgani uchun mana to ni olyapmiz. To verb. Bu o'tgan zamondagi shakl hisoblanadi. Quyidagi fe'llardan so'ng decide, refuse, offer, want. I decided to leave from the job. Decided kelgani uchun biz nima olyapmiz? To ni olyapmiz. Xo'p. Keyingi holati bo'lsa so'roq so'zlardan keyin who, watch, who, which, that, whose, where. Misol, I know how to fix the car engine. Ya'ni men qanday qilib mashinani motorini tuzatishni bilaman. How kelgani uchun to ni olyapmiz fe'ldan oldin. Fix betda bizda fe'l bo'lib kelyapti. Xo'p, gumonlashlardan so'ng something, anybody, nowhere, everything. I have got nothing to eat now. Ya'ni menda yeyish uchun hozir hech narsa yo'q. Nothing kelgani uchun, ya'ni gumon olmoqchi kelgani uchun biz itdan oldin nima olyapmiz? To olyapmiz. Xo'p, keyingi holati bo'lsa, sifatdan keyin fe'lni o'zi kelishi. She's glad to be here. U bu yerda bo'lishdan nima? Mamnun. Qanday mamnun? Bu yerda endi glad sifat bo'lgani uchun to be da to'li fe'lni olyapmiz, ya'ni to be ni. It's vital to take part in the live lesson. Jonli darsda qatnashish juda ham muhim. Xo'p, vital qanday muhim? Sifat, yaxshi. Xo'p, endi fe'l bizda to take bo'ladi, to take part. Xo'p, keyingi so'zimiz biz, ya'ni keyingi foydalanish holati otlardan so'ng keladi. Misol mana bu yerda choice bo'lsa, choice. Xo'p, keyin buy. Turib, I have a choice to buy from these cars. Menda bu mashinalardan sotib olish tanlovi bor. Tanlov nima? Choice bo'lyapti. Fe'l buy, ya'ni ot choice bo'lgani uchun choicedan keyin to ni olyapmiz va fe'ldan oldin kelish holati bo'lyapti. Misol, has an opportunity to travel abroad. Uni chet elga sayohat qilish imkoniyati bor. Opportunity nima? Imkoniyat. Xo'p, buni olamiz. To travel nima qilish? To travel. Mana bo'lsa gap hosil bo'ladi. Xo'p, keyingisi to enough plus infinitive holati kelishi. Ya'ni to juda ham negativ ma'noda kelsa, enough yetarlicha pozitiv ma'noda keladi. It's too early to go to the party. Ya'ni bazmga borish uchun juda ham vaqtliq. To kelgani uchun to go kelyapti mana. Bu yerda to holati kelyapti. O'shaning uchun biz to go, ya'ni go dan oldin to ni olyapmiz. They have enough money to buy a new flat. Ularni yangi uy sotib olish uchun yetarlicha pullari bor. Enough kelyapti-da. Nima kelyapti? To buy kelyapti. Xo'p, keyingisi tartib sonlari iboralar bilan kelish holati. The last, the next, the best. It is the best book to read. Endi bu yerda best kelgani uchun ot keladi va fe'ldan oldin nima keladi? To keladi. Hop. They were the first to come home last night. Ular o'sha o'tgan tunda uyga birinchi bo'lib kelishgan edi. Betten first kelgani uchun fe'ldan oldin to olyapmiz-da, to come bo'lyapti. Keyingi ishlatilish holati bare infinitive, ya'ni fe'lni o'zi. Hech qanaqa moq qo'shimchasi yo'q, to, s, idlar qo'yilmaydi. Fe'lni o'zini olasizlar, qachon ishlatiladi bu? Asosan modal fe'llardan so'ng. Can, could, must, should, rare, will, shall. I dare walk along the forest at night. Dare'dan keyin walk'ni o'zini olyapmiz, chunki dare kelyapti. Hech qanaqa to yoki undan keyin s olmayapmiz. I must teach all features to this lesson. Must kelgani uchun teachni o'zini olyapmiz xolos. Xo'p, keyingisi let make plus bare infinitive, ya'ni let va make dan so'ng kelish holati. Make dan keyin give, mana hech qanaqa to give yoki gives shunaqasi bo'lmayapti. Give ni o'zini olasizlar, bo'ldi. Chunki modal fe'l kelyapti. Xo'p, keyingi holatda quyidagi iboralardan so'ng be going to use it to head back to Wood Razor.
We would rather to do our tasks in the morning. Would rather kelgani uchun do'ni o'zini kelyapti xolos. To do kelgani yo'q. Hop, oxirgisi bo'lsa get on deydi. Ya'ni verb ing. Hop, bu qachon ishlatiladi? Gapni boshida ega o'rinda kelsa fe'l. Misol uchun swim, suzmoq, swimming, suzish ish qo'shimchasi bilan keladi. Swimming is a good exercise. Gapni boshida kelgani uchun ing olyapmiz. Keyingisi quyidagi fe'llardan so'ng. Like, love, hate, enjoy, prefer, suggest, fancy, mind. I hate laughing at other people. Men boshqalar ustidan kulishni yomon ko'raman. Hate kelgani uchun biz laughga nima olyapmiz? Ing qo'shib qo'yapmiz. Hop, ma'lum predloglardan so'ng to, at, in, on, with, for, by, from, of. I'm keen on watching comedy films. On kelgani uchun biz watchga ing qo'shyapmiz-da, watching bo'lyapti. Go plus get out, ya'ni faoliyatlar. Go shopping, go jogging, go swimming, go fishing. I go running twice a week. Misol uchun men har kuni haftada 2 marta yugurgani chiqaman. Go kelgani uchun ish faoliyatiga biz ing qo'shyapmiz-da, go running so'zi hosil bo'lyapti. Va quyidagi iboralardan so'ng be busy, object to, look forward to, it is not worth, there is no point in, what's the use of. I'm looking forward to going on holiday with classmates. Ya'ni men ta'tilda sinfdoshlarim bilan ta'tilga borishni nima qilyapman? Kutyapman. Looking mana shu ibora kelgani uchun biz nima olyapmiz? Go'ga ing olyapmiz. Hop, keyingi holati would like, love, hate, to plus verb ing. I'd love to play online games with foreigners. Men o'sha chet elliklar bilan onlayn o'yinlar o'ynashni yoqtiraman, o'ynagan bo'lardim. Exceptions, istisno holatlari ma'nosi o'zgarmaydi. Mana begin, start, continue, propose, bother, intend. I will begin to sleep. I will begin sleeping after an hour. Bulardan keyin siz xolasangiz sleep ya'ni fe'lga ing qo'shing, xolos to sleep ya'ni fe'lni o'zini oling xolos. Start, continue, propose, bother, intend, beginlar. Mana shular misol bo'ladi. We are continuing to explore or exploring the city these days. Xolos buni xato bo'lmaydi. Help to plus verb first. I always help my dad to repair the car in the garage. Mana xolasiz to repair, xolasiz repairni o'zini oling. Bunda ham sizda xato bo'lmaydi.